Hayatı. Qalay bugungi Trenirovka вообще mazza bo'ldi. Xudoga shukr. Ozgina восстановительный, keyin o'zimizga kerakli bo'lgan hamma narsani ishladik deb o'ylayman. Hammaga nima bo'ladi. Sport bilan shug'ullanishni tavsiya qilamiz baribir. Sport nafaqat professionalniy tomondan, sog'lik tomondan ham har bitta insonni qo'llab-quvvatlovchi omillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun hammaga predlagat qilamiz. Trenirovka вообще bomba. Trenirovka zo'r. Trenerimiz yaxshi ishlabdilar. Mana terlardan ko'rsak bo'ladi. Terlar chiqib yotibdi. futbolistlarga tavsiya berasanmi, nima deysan? Kelinglar. Tavsiya berish shart emas, kelib ko'rishsa, Sirazi ko'rib endi o'zlari bilishadi. ma'lum. Mazzacha terlab, o'zingizga kerak bo'lgan texnikaviy bazani yig'ish uchun juda ham yaxshi boshlang'ich maktab hisoblanadi. Shuning uchun individualniy trenirovkalarga muntazam qatnashib, mana do'stimiz ancha yildan beri muloqotdamiz, birga futbol o'ynaganmiz o'zimiz. Futbolda yoshlikdan kattalikkacha qanchalik olib chiqish sir-asrorlarini yoshlikdan bilgan bola o'zi o'rgatadi. Xudo xolasa tavsiya qilamiz. Kelib o'zingizlar ko'ringlar xullas. Rahmat Do'stim, rahmat.